Bugun sizni shahar markazida joylashgan 26 yillik tajribaga ega, sifatli ta'lim va yuksak an'analarga asoslangan Farg'ona davlat texnika universitetining 2-sonli akademik litseyi, ya'ni Sariq litseyi bilan tanishtiramiz. Bu maskan minglab yoshlarning bilim olishi, orzulari sari ilk qadam tashlashi va ulkan yutuqlarga erishish uchun mustahkam poydevor bo'lib kelmoqda. Agarda siz sifatli ta'lim, innovatsion yondashuv va kelajak sari ishonchli yo'l izlayotgan bo'lsangiz, bizning litsey sizni kutmoqda. Biz bilan kelajagingizni bugundan boshlang. Bizning akademik litseyda o'quvchilar 3 yo'nalish bo'yicha o'qitiladi. Aniq fanlar texnika yo'nalishi, aniq fanlar iqtisod yo'nalishi va xorijiy fanlar yo'nalishidir. Shu jumladan litseyimizda nafaqat ingliz tili, balki ikkinchi xorijiy til sifatida fransuz tili ham o'qitiladi. Akademik litsey Janubiy Koreyaning Inha, Yaponiyaning Japan Digital University, Hindistonning MIT University, Rossiya davlat Irkutsk texnika universiteti hamda Moskva milliy yadroviy tadqiqotlar universitetlari bilan hamkorlikda o'z faoliyatini yuritadi. Shuningdek, akademik litsey o'quvchilarining ko'pchiligi aynan mana shu universitetlarda tahsil oladi. Bugungi kunda akademik litsey o'quvchilarining 87% milliy va xorijiy sertifikatlarni qo'lga kiritgan. 2024-2025 o'quv yilida birinchi bosqich o'quvchilari orasida 17 ta, ikkinchi bosqich o'quvchilari orasida 54 ta IELTS va TOEFL sertifikatlari mavjud. Iqtidorli o'quvchilar uchun vazir stipendiyasi, rektor stipendiyasi hamda akademik litsey iftixoriy stipendiyalarini olish imkoniyati mavjud. Akademik litseyimizda har oy o'quvchilarning bilim o'zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida test sinovlari o'tkaziladi. Yakunda yuqori natijani egallagan o'quvchilar litsey ma'muriyati tomonidan rag'batlantiriladi va bu testlar orqali siz haqiqiy imtihon muhitini his qila olasiz. Litseyda o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida turli xil sport mashg'ulotlari ham tashkil etilgan. Uni o'zini nomiga qarama-qarshi ravishda ahmoq ham deyishadi. U doimo keraksiz vaqtda va keraksiz joyda paydo bo'ladi. Diqqat, savol bu nima? Savolimizning to'g'ri javobi aql tishi edi. Akademik litseyda o'quvchi yoshlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Zakovat klubi tashkil etilgan bo'lib, ushbu klub a'zolari 2 yildan beri respublika miqyosida o'tkazilinib kelinayotgan Zakovat o'yinlarida munosib ishtirok etib, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Shu yili akademik litseyning terma jamoasi professional va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan Zakovat o'yinining viloyat bosqichida faol ishtirok etdi va 2-o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanma oldi va respublika bosqichida ham munosib o'rin egalladi. Bizning akademik litseyda imtiyozli oziq-ovqat tizimi mavjud bo'lib, bu yerda siz 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanasiz. Shuningdek, akademik litseyimizda uzoq masofadan qatnovchi o'quvchilar uchun bepul yotoqxona mavjud bo'lib, yetarlicha qulayliklar ham bor. Litseyimiz nafaqat ta'lim maskani, balki milliy qadriyatlar va an'analarni ulug'laydigan muhit hamdir. Har yili o'quvchilar uchun qiziqarli va mazmunli tadbir va bayramlar tashkil etiladi. Akademik litseyda faoliyat olib borayotgan ustozlarning barchasi milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lib, o'z darslarini mahoratni olib boradilar. Sariq litsey